Do'konlarimizga onangiz, opa singlingiz bilan tashrif buyuring. Stop. Qarindosh urug'lar, dugonalar, o'rtoqlar, ovsinlar yo'q. Bular baribir sizga to'g'ri maslahatni berisha olmaydi. To'g'ri maslahatni berishni xohlashmaydi to'g'rirog'i. Sizni chiroyli narsalar olib, yoringiz bilan baxtli, saodatli bo'lishingizni ham istashmaydi. Albatta, ba'zi birovlari shuncha yillik tajribalarimdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, onasi, opa singlisi bilan kelganlar to'g'ri tanlovlarni tanlashadi va xaridlarni amalga oshirishadi. Do'konimizda keng assortiment bo'lishiga qaramasdan, o'rtoqlari, dugonalari, ovsinlari, qarindosh urug'lari bilan kelganlar hech narsa tanlay olishmaydi. O'z fikrlariga ega bo'lmaganlar uchun albatta boshqa birovlar qaror qabul qilishadi. Shunday ekan, to'g'ri tanlov qilmoqchimisiz? Onangiz, opa singlingiz bilan